Xayrlı gün, muhtaram millatdoshlar. Topshiruvimizni olg'a taба davom etamiz. Ham ekranlar oldina Qoramalı ovulida g'umr surishi hurmatli millatdoshimiz Baybekov Rinat Kamilovichni chaqirib olam. Bugun 17-mart kunini ul o'zining matur 60 yoshlik yubileyli tug'ilgan kunini qarshilaydi. Unutulmaslik g'umr bayrami bilan chin ko'ngildan ona atisi Kamila Ahmedshevich, anisi Marziya Bubikirovna, turmush iqtashi G'aliya Zinnatulovna, ular Rail qizi Elvira, kuyovi Fail, aniqlari Kamila ham Olmaz qutlab jilli tilaklarini yetkiralar. 60 yillik bizning yaqin kishimiz tabiatning eng go'zal pishmog'ida o'rnashgan go'zal Qoramalı ovulida yoqti dunyoga tug'an. G'adi ovul bolasi bo'lib o'sib, tirish ir-ot bo'lib yetisha. G'azizani bizni o'zining g'umrlik yorini chiratib g'oyalarini quralar. Allohga shukr, bor og'irliklarni da jingib chiqib, endi distalagan yillar birga muhabbatda g'umr kechiralar. Tatılıqda iki balalarini tarbiyalab o'stirdilar. Bugungi kunda endi ular iki aniqlarining yaratgan abi babalari bo'lib turalar. G'umr bo'yi atiyimiz bik tirish edi. Bir minutda tik turmay, g'oylasi minligi uchun xizmat etdi. Biz balalarini da ular o'qitib, ila turmush yo'lina chiqardilar. G'umri bo'yi atiyimiz bizga ula ulgularimiz bo'ldilar. Min degina kirtalar allarında kelib chiqmasin. Ular barasında jingib chiqib, bir-birisine qarata muhabbatlarini da, hurmatlarini da yo'qoltmadilar. Biz de her bayramlarda, her yol günlerinde ularga qonaqqa qaytirga tirishamiz. Ey türünde o'rnashgan tugarak tabın artında jiyilishib, rahatlanib siylashib, anining pishirgan tamli rizqlarini oshab, siylashib turuvi, atkayimiz yoqqan munchaga kiribigina ni turasin. Rabbim bu shulay uzoq bo'lsin. Qapqa tibinda atiyimiz, eshik oldinda aniyimiz isen sağ kelish bizni uzoq-uzoqqina qarshilasinlar edi. Qadrli biz seni birga jiyilib, bugungi bayraming bilan qaynar qutlaymiz. Seni uzun g'umr, salomatlik tilaymiz. Kunlaring shodlik bilan o'tsin. Hamon shulay bizga tirak bo'lib, ani bilan birga sandoqachlar kibik sayrashib yashagiz. Bizning tug'an yurtimizning yami bitsiz. Sizning yoratu to'la qarashingizni ko'rish uchun jiyilamiz. Matur etib quvonib qarshi olasiz, birshilib uzatasiz. Ati, dunyoning rohatin, turmushning mehnatin, ko'ngilning soflig'in, namusning pokligi anglarga o'rgatganing uchun, har shak yordamga keluving uchun, kishi orasida kimxo'r etmisha, yaratib sevib o'stirganing uchun chin ko'nglimizdan ming rahmat aytamiz. Bugun ati sening tug'an kuning, bugun sening g'umr bayraming. Qabul etib olish uchun ko'ngildan yoqdi hislarimning baylamin. Qutlu bo'lsin ati yubileying, yillaringga gullar sevilsin. G'umrlaring qadr-hurmatlarga, baxt, shodliklarga ko'milsin. Her şak şulay merhametli bulsun, izgilikte bulsun ko'ngling. Dostlarının jan jılısın tayıp, o'tsin atisinin her kuning. Ferişteler kunsun inlerine, ok nurlarga yaşa kıyınıp. Sin ışanış, direk bizge ati, biz yaşayız, sina sıyınıp. Hürmetli Rinat Kamilovich, matur yubileyigiz mübarek bulsun. Aldağı muzikal bileknede kabul etib alığız, baxtli bo'ling'iz. Yazmışız bülegi sineti, ey bizning o'zagi sineti, g'oyla bizning yuragi sineti, bor bizning diragi sineti, yazmışız bülegi sineti. G'umr o'zanida sening izlar Dəşə bizni ulu yollarga, şəşlərimə qırrav düşkən deyib öpkələməli yıllarga. Ey bizning o'zagi sineti, g'oyla bizning yuragi sineti, bor bizning diragi sineti, yazmışız
Yazmışыбыз бүләге зиннәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синнәти, гаиләбезнең йөрәге синнәти, барыбызның терәге синнәти, язмышыбыз бүләге синнәти.